Ulug' ay, ulug' kun, ulug' saatda boshlangan yil 5 No'ruz bayrami bilan Qudus Xo'jamayarov nomidagi Jumhuriyatlik Davlat akademiyalik Uyg'ur muzikalik komediya teatri tomoshabinlarini qizg'in tabriklaydi. Asıllarning aksi ko'klar, sevindirgan bog'lar kelsa. Asıllarning aksi ko'klar, sevindirgan bog'lar kelsa. Mərəmlərimizin biri bo'lgan Navruz mərikəsiga bag'ishlangan mazkur tadbirda meningcha bo'lsa hayajonlangan, təvranmagan, ta'sirlanmagan odam oz bo'lishi kerak. Milliy teatrimizda nihoyat cho'ng o'zgarishlar yuz berib, bir yaxshi bir yuksak cho'qqilarga intilayotganligini men bugun shuning yana bir qatim bir misolni ro'shan ko'rdim. Bugün sanatimizin derhagi Uyghur teatrda bo'lgan Merhaba No'ruz mərikəsiga kelib, nəhayət hayacanlanışda oturumuz. Bugünkü itilgan naqşlar, oynagan usullar her birimizin dilimizni yayratdı, tilimizni sayratdı. Bugünkü sanatkarlarga çoğ apriyetimiz No'ruz bayrami mübarək olsun. Şeyda bulup aşık ahang